Азиз, здравствуйте. Я хочу купить 16 Pro Max. Не могли бы вы посоветовать, где мне можно купить? Вы же делаете обзоры. Где можно купить по адекватным ценам? Osanga Telegramdan price narx tashlayveraman. Qattasiz aka. Latab nimaga? Balki bozorga tushdim, ertalabdan beri yuribman. S25 Ultra topolmayman. S25 Ultra? O'shanga price bo'lsa tashlab bera olmaysizmi? Narxlari ham arzonroq bo'lsa yaxshi bo'lardi. Sen Telegram kanal price narxini tashlayveraman, o'sha yerdan ko'rib olsang bo'ladi, arzonroq. Mana shunaqa holat juda ham ko'p bo'ladi. Menda juda ham ko'pchilik telefon qilishadi, SMS-lar ham yozishadi. Qayerdan sotib olsam bo'ladi iPhone yoki Samsungga ishonchli joy qad deb aytishadi menga. Men sizlarga yaxshi do'konni va arzonroq bo'lgan do'konni tavsiya qilaman. Mana Mix Mobile profili atmetga qilib qo'yaman va Telegram kanaliga qo'shilib olinglar. Chunki Telegram kanaliga har kuni telefonlar narx-navosini ko'rib tursangiz bo'ladi. Yangi telefonlar narx-navosini tashab turishadi. iPhone dan tortib to Redmi telefonlargacha hamma telefonlar narx-navosi bor va Dyserlar ham bor ularda va JBL kolonkalar ham bor. Ularda yaxshi tomoni dastlabki xizmati ham bor, muddatli to'lov olsangiz ham bo'ladi va yaxshi telefonlarni ham aksiya qilib turishadi. Telegram kanalligining silkasi, profilimiz shapkasi, profilimga o'tib, Telegram kanalligiga qo'shilib olinglar va mana shu videoni narx-navo so'raydigan insonlarga jo'natib qo'yinglar va foydali bo'lgan bo'lsa, siz esa bitta like bosib qo'ying.